Assalomu alaykum do'stlar. Usmonni tashkil etish serialining so'nggi qismidagi so'nggi lavhalar va 189 qismning treyleri tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otdi. Avvalo, Halima haqida gapiraylik, chunki u hozir eng ko'p muhokama qilinadigan mavzu. Uning epizod oxirida tokdan sakrash haqiqatan ham hayratda qoldirdi. Biroq treyler va boshqa sahnalarni sinchiklab ko'zdan kechirganimizda Halimaning tirik ekani ayon bo'ladi. Halimaning tirikligining birinchi dalili Usmon Bey bilan Sofiya o'rtasidagi ittifoqning hali ham davom etishidir. Agar Halima olganida Usmon Bek Sofiyaga ishonmagan va u bilan ittifoqni davom ettirmagan bo'lardi. Chunki Sofiya Usmon Beyga Halimani eson-omon olib kelishga va'da bergan edi. Shuning uchun Halima vafot etganida Usmon Bek bu ittifoqni davom ettirmas edi. Ikkinchi dalil, lagerdagi muhit tinchdek tuyuldi. Agar Usmon Bekning qizi rostdan vafot etgan bo'lsa, lagerda motam hukmron bo'lib, dafn marosimiga tayyorgarlik ko'rilgan bo'lardi. Biroq treylerda Obaning tinch ko'rinishi Halimaning tirikligidan va jiddiy jarohat olgan bo'lishi mumkinligidan dalolat beradi. Agar Halima rostdan ham olgan bo'lsa, Sofiyaning Obada bemalol yurishi mumkin emas edi. Bu esa Halimaning qutqarilganini yoki Usmon Bekning hali ham uni qidirayotganini ko'rsatadi. Bu dalillarning barchasi Halimaning tirikligidan dalolat beradi. Birinchi treylerda Halima haqidagi lavhalar ko'rsatilmagan, ammo u haqidagi sahnalar ikkinchi treylerda albatta namoyish etiladi. Halimaning tokdan sakrashi oddiy hodisa emas edi. Bu his-tuyg'ularning ifodasi, haqiqatning zarbasi va bir umrlik yolg'onning azobi edi. 189 qismda Halima suvga tushib qolgani va shuning uchun tirik qolgani ko'rsatiladi. Bu voqeadan keyin Usmon Bek bilan Bala xotun Halimani qidirib, uni topib, yana Obaga olib kelishadi. Usmon Bey va Sofiya ittifoqi. Treylerdan ko'rinib turibdiki, Sofiya Obada va ular o'rtasida ittifoq tuzilgan. Ammo savol tugiladi, bu ittifoq doimiy bo'ladimi? Sofiyaning avvalgi xatti-harakatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu ittifoq vaqtinchalik manfaatlar uchun tuzilgani ko'rinadi. Sofiya har doim o'zining ayyorligi va opportunizmi bilan mashhur edi. Usmon Bek bilan tuzgan ittifoqi faqat Mo'g'ul tahdididan o'zini himoya qilish va shahri Bursa xavfsizligini ta'minlash uchun edi. Biroq Mo'g'ul tahdidi tugagach, Sofiya Usmon Beyga xiyonat qiladi. Chunki Sofiya kabi personajlar uchun manfaatlar hamma narsadan muhimroq. Boshqa tomondan Usmon Bey Sofiyaning ittifoqni buzishini xohlaydi. Shuning uchun u Bursa va boshqa qal'alarni zabt etish uchun harakat qila oladi. Sofiya va Usmon Bey o'rtasidagi ittifoq tugagach, Usmon Bey Bursa va boshqa qal'alar tomon yuradi. Bir tomondan Sofiya va Usmon Bey o'rtasida ittifoq tuzilsa, Klavdiy Mo'g'ul qo'mondoni Kuchar bilan ittifoq tuzdi. Klavdiy Usmon Beyning ittifoqchilari Koja Bey va Hasan Beklarga hujum qilib, ularni asirga oldi. Do'stlar, 189 qismning treylerlari yana bir bor Usmon tashkiloti seriali faqat qilichlar va urushlar haqida emas, balki his-tuyg'ular, ishonch, xiyonat va siyosatning muhim bir qismi ekanligini yana bir bor ko'rsatadi. Halimaning tokdan sakrashi shunchaki dramatik manzara emas, balki uning ichki dunyosida boshdan kechirayotgan bo'ronning ifodasi edi. Biroq dalillar bilan ko'rib turganimizdek, Halima hali ham tirik. Uning tirikligini ko'rsatadigan alomatlar ko'p, motam ham, dafn ham, Usmon Bekning gazabi ham yo'q. Demak, keyingi bo'limda biz Halimani qidirish va qutqarish bilan bog'liq qiziqarli sayohatni tomosha qilamiz. Boshqa tomondan Usmon Bey va Sofiyaning ittifoqi vaqtinchalik ehtiyojdir. Ikkala tomon ham dushmanlarga qarshi omon qolish uchun birlashdilar. Mo'g'ul tahdidi kamaygach, bu ittifoq tugaydi va Usmon Bek Bursaga ko'z tikadi. Ayni paytda Klavdiy va Kucharning ittifoqi Usmon Bey uchun yangi xavf tug'diradi. Klavdiyning ittifoqi Usmon Bey uchun jiddiy xavf tug'diradimi? Quyidagi izohlarda qimmatli fikrlaringizni biz bilan baham ko'rishni unutmang.
Bugungi videomiz shu yerda tugaydi. Ushbu tahlil sizga yoqdi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va videomizga like bosishni unutmang.